deb qo'ying. Mana boshladikmi? Qaranglar, biz hozir rivojlanish xaritasida indikatorlarning bajarilishiga qarab bolalarni foizini chiqarish mumkin. Ya'ni doimiy deb belgilaganimizda foizi chiqishi kerak va bu 4-5 yoshli bolalarning rivojlanish xaritasini indikatorlari bo'yicha ketyapti. Men list qilib, listga yozib, guruhga tashlab qo'ydim kanalga. Sariyaqroq ko'ringlar, qarang. Ijtimoiy hissiy rivojlanish sohasida 2-1 deb belgiladik qaysi sohani? Men konsepsiyasi. Nechta indikator bor ekan? Demak, biz mana jami indikator soni degan joyga mana 9 deb yozamiz. Va bu 9 doim 100%. Lekin bola ijtimoiy hissiy rivojlanish sohasida 4-5 yoshga kelib, menini taniydimi to'liq? Nechtani belgilaymiz? 8 ta. Masalan, 8 ta Nodira bor guruhda va u 8 tasini to'liq bajardi, doimiy deb belgiladi. Va endi foizini chiqaramiz. 8 qanaqa qilamiz? Qarang. 9 ni 100% deb olamiz, 8 ni x% deb olamiz. Va endi x teng qilamizda 8 ko'paytirilgan 100 ga. Endi x teng necha chiqadi? 800 mi? 800 ni bo'lamiz 9 ga. 8 o'nda 8. 88 o'ndan 8%. Demak, Nodira bajaribdi. Qaysi soha bo'yicha? Ijtimoiy hissiy sohasi bo'yicha jami 9 ta indikatorning 8 tasini bajaribdi. Demak, bayga biz necha foiz deymiz? 88%. Endi keyingi sohani hisoblaymiz. 2 nima edi? Hissiyotlar va yoshlar. Nechta indikator bor? 5 ta. Nechtasini bajardi deymiz? 4tasini. Necha foiz chiqadi? Chunki 5 ta 100% bo'lamiz, 4 ta 2% olamiz. Necha bo'ladi? 80% bo'ladi. Endi 2-3 nima edi? Qaysi indikator edi? Ijtimoiy. Nechta indikator bor ekan? 8 ta. 8 tani nechtasini bajardi deymiz? 7 ta deydik. Endi chiqaringlar foizni. 87,5%. Endi 87 onda 5%. Endi umumiysini hisoblaymiz qizlar. Ya'ni qaysi yirik sohani umumiysini hisoblaymiz? 8. Hamma indikatorlar soni nechta ekan? 10, 5, 8. Mana 9 ga 5 14 ga 8. Demak, mana 22 ni yozamiz. Bu 100% degani. Gapirmay turinglar. Nechtasi to'liq bajaribdi bo'ladi? 8 ga 4, 12 ga 7. 19. Demak, 19 tanisi bir to'liq Nodira bajaribdi. X% necha chiqadi? 19 ni 100 ga ko'paytirib 22 ga bo'lamiz. 19 ni ko'paytiramiz 100 ga, chiqqan sonni x teng qilamiz. 19 ni 100 ga ko'paytirsak 1900, uni bo'lamiz 22 ga. Necha chiqdi? 86,3 deb bo'lamiz. Mana 85% dan oshiq chiqsa biz natijaga erishgan bo'lamiz. Demak, bizda foizimiz 86,3 chiqdi. Qaysi soha bo'yicha? Ijtimoiy soha. Endi xuddi shu tartibda men sizga yuborgan listimda hamma sohaniki bor va uni to'liq bajarib chiqasiz. Mana ijtimoiylikdan keyin nutqligini, keyin bilishligini, keyin ijodiyligini, keyin umumiy indikatorlarning soni bizda 111 ta. Mana 4-5 yoshli bolaning umumiy indikatorlari soni 111 ta. Ya'ni buning ichida 5 ta kichik soha va 5 ta yirik soha va 15 ta kichik sohani indikatorlari 111 ta va sizda chiqishi kerak hech bo'lmasa 96 tasidan balandini bajargan bo'lish kerak bo'ladi. Va shunda sizda 85% dan baland foiz chiqadi. Tushundingizmi? Ha, ya'ni agar men nechta dedim 96 ta desam, 111 tani hammasi bajarilsa, bola 100% bajardi. Lekin uning ichidan 96 tasini bajarsa, necha foiz chiqdi? 86,4%. Ana. Demak, biz nimaga natijaga erishdik? 86,4%. Faqat buni chiqarish uchun mana bu maydalab bo'lib chiqishingiz kerak. Nima uchun maydalashingiz kerak desa, mana videoga ko'rsatib qo'ying.
323-sonli buyruqda har bitta indikatorda bittadan foizini chiqargan va oxirida umumiyni chiqaryapti. Shuning uchun mana qilib mana maydalashni ko'rsatdim sizlarga. Bo'ldi. Rahmat.